Qalb ham charchaydi. Biz tanamiz charchasa dam olamiz. Ammo qalb charchasachi? Ba'zan hammasi joyida bo'ladi. Ish bor, pul bor, oila bor, lekin ichkaridan nimadir yetishmaydi. Sababi qalbning oziqasi boshqa. U pul bilan to'lanmaydi. U mansab bilan to'lanmaydi. Qalb faqat Allohga yaqinlashganda taskin topadi. Shuning uchun millionlab insonlar Makka ga qarab yo'l oladi. Chunki ba'zi dardlarning davosi faqat haramda topiladi. Sizningcha Ka'ba qarshisida turgan insonlar eng ko'p nima so'raydi? Pulmi? Boylikmi? Mansabmi? Yo'q. O'sha yerga yetib borgan inson birdan o'zgaradi. U sog'lik so'raydi, farzandlari uchun duo qiladi, ota-onasi uchun yig'laydi, gunohlari kechirilishini so'raydi. Chunki Ka'ba qarshisida turib inson dunyoning asl qadrini tushunadi va qalb eng kerakli narsalarni so'ray boshlaydi.